Biznes qilish uchun zo'r variant, men sizlarga zo'r variantlarni ko'rsataman. Bu o'sha mashhur Xitoy 2 bozori, bu yerdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bular necha pul? 10 ming. Razmeri katta ekan-a? Nechigacha? 80-90 gacha bor. Rassidkalari ham ko'p ekan. Necha pul bu narxi? 16 ming. Rassidkalar juda ham ko'p ekan. Ha, bu oldi toshli futbolkachalar 9 ming so'mdan ekan. Futbolkachalar necha pul aka? Bularimiz 10 mingdan. Bularimiz 8 ming. Bular 8 ming so'mdan, bular 10 ming so'mdan, ha? Bu shortliklar 14 ming so'mdan ekan. Rassidkalari bor. Bular necha pul aka? 19 ming. Abishni razmer, ha? Mana bu o'zimizning legendarniy ishlar. Bular 22 ming so'm. Jinsovka. Bu 14 ming so'm. Qolgan hammasi 15 ming so'mdan. Bu lamkali ko'ylakchalar 13 ming so'mdan. Bular ham 10 pul aka. Qaysi? Yo'q. Bular 37 ming. 37 ming? 37 ming so'mdan. Padraskoylar 10 mingdan. Padraskoylar 10 ming. Bular padraskoy. Bular padraskoy. Bular padraskoy. 23'lar 56 gachaliklar 12 ming. 12 ming so'mdan abishni, ha? Dvoykalar necha pul aka? Bular 43 ming so'm aka. 43 ming. Bular 40 ming so'mmi? Ha, bular razmeri kichikroq. Ha, bular 40 ming so'm. Bular necha pul aka? 4 ming so'm. Bu bozor qayta deganlar uchun bu bozor